Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengashi raisi kubogi uchun Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining Samarqand viloyati bosqichi o'tkazildi. Unda viloyatning tuman va shaharlardagi umumta'lim maktablari va kasb-hunar ta'limi muassasalarida tahsil olayotgan o'quvchilar va talabalardan tashkil topgan 13 ta jamoa ishtirok etdi. 17 yoshdan 22 yoshgacha bo'lgan yoshlar 3 bosqichdan iborat sinovlardan o'tkazildi. Harbiy vatanparvarlik bosqichida jamoa a'zolarining O'zbekiston tarixiga doir bilimlari tekshirildi. Shuningdek, saf qo'shig'i va biz bir jamoamiz ko'rik tanlovlari o'tkazildi. Harbiy amaliy ko'p kurash shartida jamoalar pnevmatik quroldan o'q otish va o'quv granatasini uzoqlikka uloqtirish, harbiylashtirilgan estafeta bo'yicha bellashdilar. Harbiylashtirilgan estafeta doirasida yoshlar AK-74 avtomatini qismlarga ajratish va yig'ish hamda gazga qarshi niqobni kiyib belgilangan masofaga yugurish shartlarini bajardilar. Sport bosqichida ular duatlon, 100 metr masofaga yugurish va turnikda tortilish bo'yicha kuch sinashdilar. Hozirda men turnikda 35 ta tortinib, rekord natijani qayd etdim. Biz jamoamiz bilan keyingi shartlarga ham tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bizlar Samarqand viloyati Shunqorlar musobaqasida birinchi o'rinni olishga va'da beramiz. Do'stona va murosasiz kechgan bahslarda Bulung'ur tumani yoshlardan iborat vatanparvarlar jamoasining qo'li baland kelib birinchi o'rinni egalladi. Ushbu jamoa endi iyun oyida o'tkaziladigan o'yinlarning final bosqichida viloyat sha'nini himoya qiladi. Ikkinchi o'rin Ishtixon tumanining xaloskorlar jamoasiga, uchinchi o'rin esa Tayloq tumanining O'zbegim posmonlari jamoasiga nasib etdi. Har yili vatanparvarlik oliy maqsadimiz shiori ostida o'tkazib kelinayotgan Shunqorlar harbiy sport o'yinlarini o'tkazishdan asosiy maqsad yosh avlodni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, chaqiriqqa qadar yoshlarni qurolli kuchlar safida xizmat qilishga qiziqishini oshirib borish hamda ularni ruhan va jismonan chiniqtirishdan iborat.